Assalomu alaykum. 3-darsimizni yakuniy qismi qo'shimcha kombinatsiyalar. Bularni ham hozir ko'rib o'rganib olamiz. Birinchi kombinatsiyamiz Ctrl F1. Bu tepa panelimizni berkitish va ochish vazifasini bajaradi. Ctrl F1, Ctrl F1. Keyingisi Shift F11. Bu list qo'shib beradi bizga. Plus bosib qo'shmaymiz. Shu turgan listimizni o'zida Shift F11 bosadigan bo'lsak, yangi list qo'shib beradi. F2 bu tahrirlash. Biror bir yacheykani ustiga 2 marta bosib, keyin yozib ketsak ham bo'ladi. Lekin F2 ni bossak ancha tezroq bo'ladi. Klaviaturani o'zida ishlaganimizda kerakli yacheykaga kelib F2 bosilsa, izminit o'sha tahrirlash amalini bajarib ketsa bo'ladi. F12 saqlash, ya'ni saqlanib qilish funksiyasi. Bu Ctrl S bilan buni farqi F12 ni bosganimizda qatga saqlanib qilishimizni so'raydi. Aytaylik, рабочий stolga deb saqlanib qilsak, рабочий stolimizga shu faylimiz saqlanib bo'lib tushadi. Ctrl P funksiyasi bizga pechatga berish yoki PDF formatga o'girishda yordam beradi. Agar kimda printer ulangan bo'lsa, shu joydan printerni tanlab pechatga bersak bo'ladi yoki shu faylimizni PDF formatga o'girib olsak bo'ladi. Esk, ya'ni escape tugmasi Ctrl Z vazifasini bajaradi, lekin bir marta qaytaradi. Aytaylik, twerk so'zini bilmasdan o'zgartirib yubordik. Unda escape bosadigan bo'lsak, bir marta qaytaradi yoki ustiga boshqa narsalarni yozib yuboradigan bo'lsak, yacheykadan chiqib ketmagan holda escape ni bossak, bittada qaytaradi. Tab funksiyasi keyingi yacheykalarga o'tishda yordam beradi. Bu narsani strelkalar bilan ham qilsak bo'ladi. Tab qachon bizga ko'proq yordam beradi? Kerakli diapazonda so'zlarni o'zgartirib ketmoqchi bo'lsak, tabni bossak, ketma-ket tushib beradi. Bu holatda ko'proq kerak bo'ladi. Caps lock bu yozuvlarni katta harfda yozishimizga, bittada katta harfda yozishimizga yordam beradi. Caps lockga yoqamiz. Hamma harflarimiz katta harfda ketadi. O'chirib qo'yadigan bo'lsak, hammasi kichkinada. Professional bo'lish shunaqa kichkina qadamlardan boshlanadi. 3-darsimiz ham tugadi. Xayr, salomat bo'linglar.